Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 25-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azar sizlarni Oynajahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azar sizlar 25-dekabrga namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz iltimos obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Shunday ekan, iltimos kamtarona mehnatimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'ramiz, qoldirmasdan va like bosib, yaqinlarga yuborishda bardavom bo'lamiz. Azizlar, namozni boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga eslatma sifatida har bir namoz necha rakatligini yozib ko'rsatib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Azizlar, Telegramda ham kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. Silkasini soобщение bo'limiga qoldiraman. O'tib bemalol obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz jadvali chiqmay qolsa, lekin har kuni Telegram kanalda Xudo xohlasa chiqarib boriladi. Shunday ekan, Telegramga ham obuna bo'lib qo'ying. Azizlar, avvalo o'zimga eslatma va sizlarga ham eslatma. Yaxshilik qilishda bardavom bo'ling va har bir yaxshilikni kichik hisoblamang. Biz bilmaymizki, qaysi bir yaxshilikda bizga katta ajr borligini. O'sha uchun yaxshilikda bardavom bo'laylik. Birovga yomonlik qilishdan saqlaning. Yomonlik qila ko'rmang. Faqat yaxshilik, yaxshilik, yaxshilik. Hozir sizlarga eltmoqchi bo'lgan xabarim shundan iborat edi. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.